qo'noq qo'tirmichi etilish usuliga. Eng avval bir tal qo'noq tayyorlaymiz. Uni ko'rmizga silib, qaynatib pishirib olamiz. Qo'noq pishgandan keyin suzib ilib, so'yganda qo'noqimizni ajratib olamiz. Qizlar uni qisdan bir qacha qo'noqimizni silib, muvofiq miqdorda kraxmala, lampon uni silib, tekshi aralashtiramiz. To'liq ashuq butun qo'noqlar singishgacha aralashtiramiz. Andan qo'noqimizni tayyorlagandan keyin qozonimizga moy qo'yib, mayni qizitamiz. Qachimizga tayyorlagan kraxmal aralashtirgan qo'noqni qozonga silib, tekshi qo'shqimiz bilan yeyib olamiz qizlar mush holatda. Yeyib olgandan keyin normal o'tda mush qo'noqni bir-birisiga yeyib, mayda mushtaq pishirib olamiz. Uni qismi bir qachimizga kraxmalni silib, suv aralashtirib, kraxmal suvi qilib, qozonga to'kib, aralashtirib pishirib olamiz. Qo'noqimiz mush holatda mizi pishib chiqadi. Ustiga muvofiq miqdorda shakar chechib, taqsimizga ilib olamiz. Ilib, o'zingizlar yaxshi ko'rgan shaklda mush holatga solamiz. Taqsiga uni o'zingizlar yaxshi ko'rgan shaklda qilib olsangiz